Assalomu alaykum. Ushbu loyiha AT Xalqbanki TLSPX hamkorligida Toshkent viloyati Toshkent tumani Hasanbar mahalla fuqarolar yig'ini 2151-2189 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda xrizantema ekilgan. Maydon hajmi 7 gektar, uzunligi 447 metr, bo'yi 309 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 127 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 23 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 30 sotix yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihaning samarali amalga oshirish uchun Utsada Agro Baraka ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 7161 dona, jami 50142 dona hosil olish rejalashtirilmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirib boriladi.